Bugun miyamiz uchun biroz murakkabroq ish topib keldim. Chunki Dostoyevskiyning Yer ostidan maktublar qissasi haqida gaplashamiz. Tushunganlarim va izlanganlarim natijasidagi fikrlarni bo'lishaman. Kitobdagi yer osti odami jamiyatdan chetlashtirilgan, hech kim meni tushunmaydi deb hisoblaydigan, o'zidan ham, boshqalardan ham nafratlanadigan shaxs. Shu bilan birga u o'zidagi xohish-istaklarida ham paradoksal holatlarga duch keladi. Qisqa qilib aytganda, ichki konfliktlarga to'la insonning maktublari. Qiziq joyi, yer osti odami 2-4 kabi o'zgartirib bo'lmas haqiqatlardan ham nafratlanishini aytgan. U hamma narsa aniq va tartibli bo'lsa, insonning erkinligi yo'qoladi degan fikrda yashaydi. Dostoyevskiy bizga rahm qilib kitobning ikkinchi qismini syujetlar bilan boyitgan va nisbatan tiniqroq kartina ko'z oldimizda paydo bo'ladi. Ammo men sizga u haqida gapirib bera olmayman, chunki siz qahramonni ana shu ikkinchi qismda ko'proq tushunasiz. Balki umuman teskarisi. Hayotda har doim ham mantiq bilan ish qilavermaymiz. Masalan, bizni oldinga tortadigan narsalar aql emas, ko'proq hissiyotlar, ehtiroslar, ba'zida g'urur yoki og'riqlar ham bo'lishi mumkin. Yer osti odami ham o'zini aqlliman deb o'ylaydi, lekin ortiqcha fikrlab yuborishi evaziga azob chekadi. Doim kimgadir nimalarnidir isbotlamoqchi bo'ladi. Shunaqa kayfiyat beradigan kitob izlayotganingiz uchun ham bu video oldingizdan chiqdi. O'qib ko'ring.